Profi University kontrakt to'lov shartnomasini qanday qilib onlayn olish mumkin? Hozir men sizlarga buni o'rgataman. Buning uchun telefon yoki kompyuterimizdan brauzerga kirib olamiz va bu joydan profiuniversity.uz saytiga kiramiz. Saytga kirganimizdan keyin eng oxirgi qismida bu joyda shartnoma olish knopkasini ustiga bosamiz, ya'ni tugmasini ustiga bosamiz. Buni bosganimizdan keyin biz filialimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz qaysi oliygohda o'qiyotgan bo'lsa, ya'ni Toshkent bo'lsa, Toshkent, Navoiy shahrida bo'lsa, Navoiyni tanlashimiz kerak. Shu joyda diqqat qiling, agar siz Navoiyda tahsil olgan holatda Toshkent tanlaydigan bo'lsangiz, sizda shartnoma chiqmasligi mumkin. Shu holatga e'tiborli bo'lib, qaysi filialda o'qisangiz, o'sha filialni tanlashingiz kerak bo'ladi. Toshkent bo'lsa Toshkent, Navoiy bo'lsa Navoiy. Hozir Toshkentni tanlayman. Meni endi studentedu.uz saytiga olib o'tadi. Endi men qilishim kerak bo'lgan muhim narsa shartnoma olishdagi yilni tanlashim kerak. Ya'ni qaysi yilda menga shartnoma kerak bo'lsa, shu yilni tanlayman. Endi menda o'quv yili 2025-26, ya'ni men shu yilga shartnomani olib to'lov qilmoqchiman. Shuning uchun 25-26 ni tanladim va JSHR ni yozaman. JSHR degani bu pasport yoki ID kartadagi orqadagi 14 raqamli son, ya'ni sizni JSHR raqamingiz. JSHR nimaligi haqida ma'lumot qoldirganmiz. Mana bu tarafda sizga agar oddiy pasport bo'ladigan bo'lsa, past ko'rinishda ko'rinyapti. Sizda ID karta bo'ladigan bo'lsa, ID kartangizning orqa qismida 14 talik raqam bo'ladi. Xo'p, JSHR ni biz kiritamiz. Kiritganimizdan keyin buyurtma berish tugmasini ustiga bosamiz. Buyurtma berish knopkasini bosganimizdan keyin bizda shartnomamiz tayyor bo'ladi. Bu shartnomani biz yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Shartnomamizga kiramiz va shartnomamizda qaysi bank yozilgan bo'lsa, o'sha bankka borib to'lovni amalga oshiramiz. Sababi bu bank bizdan hech qanaqa komissiya olmaydi. Bundan tashqari, agar sizning plastik raqamlaringizda pul bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol Paynet, Click, Xazna yoki bo'lmasa Payme orqali ham to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa to'lov qilasiz? Poyishda Profi University tanlaysiz va to'lovni amalga oshirasiz. Va ism, familiya joyida o'zingizni shaxsiy ism, familiyangizni kiritasiz. Yaxshiyam borsan. Profi University